Ba'zida ishtaha qursoq ochliqda emas, tomoqniki rangida bir oylik kishiniki go'rming'ur tang o'tirib jigindek keldi atqanlarim. Ayniki beshida bir yo'lga cho'shirni, lekin meniki qilish usulimi o'xshamaydi, ta'mimi o'xshamaydi. Shunga cho'qqim yo'llash kerak deb turib yo'lladim jimot qalarim oxirgacha ko'rpaqingizlar. Burun usullarga o'xshamaydi, desam o'xshaydigan yeri quyruq mayda azroq to'ra qo'yamiz. Andi go'shtni sag'atib qo'rimiz atqanlab bir qo'shib savag'andiki aka piyoz solamiz. Amal va so'ng piyoz ishiltini aka yangi asoli chamg'ur puchoqlansab qo'rimiz jimi. Yangi chamg'urlarni suyuqashda chiqqan qaynatishni yaxshi ko'rmaydi ekanman. Cho'shor qilsam qizartqichni lekin jiqaraqsab qip-qizil ishni yaxshi ko'rdi ekanman. Andi bir o'xshamaydigan yeri tuqqanlar cho'shorgimi tetib salamdo deb o'ylagan men o'zim shaxsan ichimda-chi, lekin bugun sapaqtim qaynoq bo'ldiki buni ta'birsini apaqay deb. Andi qizilko'k laza samsoqlarni mo'rlanisa 1-2 minut qo'rg'andan keyin suv qo'ydim. Endi sizlar sho'rva qilgan kimda o'zimda yesingizlarmi, ammo menda go'shtni azoriq to'rg'an kimlarda dardarmaklik bir o'zgacha tamda ichib baqayno degan kimlarda bir qo'shiq saqoysingizlar bo'ldi ekajimi? Cho'ng ustamning cho'nglig'i va deb bikaga chiqarmabdi deb qoldim-chi. Qozimiz 5 minut qaynagandagila cho'shoni silishni boshladim-jimi. Jiq qaynagan siri tatli oldi deysizlar. Umid to'g'ri, lekin jiq qaynagan siri rangimi o'chib ketadi. Sizlarga qarshi ishtahasi echilg'idak hozir qop itibli yechu degidek chiqmaydi-chi. Men filmlar tuqqanlar. Andi o'xshishniki ham bir muhim yeri tuqqanlarim suyi hargiz ozu qolmag'ayjimi. Purxishib qaynagandagila mayli cho'shorning, mayli suyining ta'mi biraqli o'zgaraydi. Yine qaynasa cho'shorning paxtisi chiqmay, suyimi yevamay, nayt suzuk chiqadi. Andi palakni sağanda qaynatib atmaymiz. O'tini o'chirib, eki solamiz. Bu palakni elashtirib, eki qachaga olsaq bo'ldi. Shuna qilib, eng tez suratda bir-birisiga qat'iy taqashmaydigan, lekin bir-birisiga alomat moslashadigan me'morligimi bir yurish tamoqda ya bo'ldi-jimi?